Bu video retseptdan keyin nafaqat sizni, oila a'zolaringizni ham oshqozoniga premyera bo'ladi yoki cho'ntagingizga daromad olib kelishiga ishonaman. Avvaliga ishimizni un bilan margarinni kroshka qilib olishdan boshlaymiz. Torto brendining razerxitel va vanilindan foydalanamiz. Barcha pazandalarni tanlovi bo'lgan Purminkining slivkasidan qo'shib, ustidan 2 ta tuxumni chaqib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib, 3 zuvalaga bo'lamiz. Xolodilnikka tindirishga yuboramiz. Tingan xamirlarimizni birin-ketinlikda o'rtacha yupqalikda yoyamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib bo'laklarga bo'lib, o'rtasiga nachinka sifatida varyoniy molokodan solamiz. Ikki chekkasini yaxshilab berkitib, rogali shaklida o'raymiz. Pergament solingan listga soldatdek terib, duxovka bag'riga baland gradusda pishirib olishga jo'natamiz. Men ozgina moloko tanlashda adashibman. Yarim shirinligimni ichidan molokolar chiqib ketdi. Bu holatda chalg'imaymiz. Siz eng sifatli moloko tanlashingizni tavsiya qilaman. Sovigan rogaliklarimizni avval zugshoniy molokoga, keyin kokos qirindisiga botirib, dasturxonga tortamiz. Bu juda ham mazali shirinlik bo'ladi. Yaqinlaringizdan maqtov eshitib yoki daromadga kirganingizda mani duo qilib qo'yishni unutmang. Albatta tayyorlab ko'ring. Yoqimli ishtaha.